Hay. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Charchaydimi o'rgatganingizda? Bunaqa kartoshka archishni mani kasob qiladi-ku. Assalomu alaykum, Muhammad. Yana sho'rvami? Men sho'rva yemayman. Yeysan, qilgandan keyin yeysan. Makaron jorkob qilib bering, yoshlikda qilib berardi. Nonga botirib yeysizmi? Adam bilan o'tirib, sizga piyozlar bilan yerdik-ku. Shunaqa yeyman. U makaron jorkobga go'shtdan boshqa hech nima yo'q. Agar magazinga borsang, borib olib kel, qilib beraman. Xo'p, qilib berasizmi? Qilib beraman. Bo'ldi, olib kelaman. Olib kel. Aziz, ko'chada bilamasdan, telefon kovlamasdan, tez magazinga borib kelgin, olib kelayotgan narsalarimni. Oyijon, xavotir olmang, voqma qilmang. Hozir keladi hamma masalalaringiz. 10 minut deganingiz, ovqatingizni qilib turing. Xo'p? Ana, keldi. Ana. Yetdimi? Tavba qilib tez keladi dedi. Oyijon, mana keldi hamma narsa. Bir pasta. U sizlarning paytingizda-chi oldin magazinga suvda paketini ko'tarib borish kerak edi. Hozir eng zo'ri chiqqan. Yandex Lavka. Shunda prilojeniyga kirasiz. Mana ko'ryapsizmi? Xohlagan narsalaringizni tanlaysiz. Mana adresi bor, nomer bor. To'lovni xohlaganingizcha qilasizda, hamma narsa sifatli, tez keladi. Eng asosiysi-chi, skidkalari bor, hamyonbop hojon. Ha, mana. Qarang, sizga nimadir berib olishibdi. Ovqat qilishingizni bilishgan menimcha. Qarang. Bo'ldi, endi makaronga berishga majbursiz. Men go'sht to'g'raguncha kartoshka. Kel, muammo bo'ptimi? Hay. Nima qilyapsan? Charchaydimi o'rgatganingizda? Mana kasob qilsan-ku. Nima qilgankin bu? Shunaqa o'rgatgansiz-ku? Qaytyoman senga shunaqa o'rgatganman. Bu nimasi? Bu nimasi? Bu nima? Mana buni olgin-da, shunda artgin. Ha, yo'q-ey. Uvol qilmasdan. Voy, bo'lar-ekan. Bunaqa kartoshka archishni mani kasob qiladi-ku. Aziz, qozonga yog' solargin. Hay, nima qilyapsan? Yog' quydingiz-ku? Men yog'ni hammasini ag'dar demadim, yog' quy dedim. Quydimmi? Bo'ldi. Hozir birinchi go'sht qovuramizmi? Yo'q. Quyuq ovqatda birinchi piyoz solinadi, keyin go'sht. Suyuq ovqatda birinchi go'sht solinadi, keyin piyoz. Kartoshka qarab to'ring. To'rt burchak qilib go'sht razmerida. Katta qilmayman. Oyi, ko'rinishi shu yoshlikdagi makaronu. Mazasi-chi? Ol, yeb ko'raysan. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Sizlarda ham yoshlikda mazza qilib yegan agar taomlaringizda bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar va albatta makaron pishirishni bilmaydigan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.